Yurtimizda kunlar isib qoldi. Bunga parallel ravishda kino sanoati ham qiziy boshladi. Deyarli har hafta kino sohasida yangi o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Menimcha kino sanoati yana cho'qqiga harakatlana boshladi. Shunday ekan, balki eski va qadrdon paytlardagidek kino olamiga qaytish vaqti kelgandir. Salom berdik, qadrli do'stlar. Kino olamida yangiliklar ko'paydi. Kinoteatrlarga yaxshi filmlar kelishni boshlayapti. Deyarli har kuni kino sanoatida yangiliklar sodir bo'lyapti. Shunday ekan, bugungi videoda so'nggi haftalarda sodir bo'lgan eng so'nggi kino yangiliklar haqida bilib olishingiz mumkin. Bugungi videoda Momaqaldiroqlar filmi haqidagi dastlabki fikrlar, bekor qilingan Batman 2 filmi, Supermanni o'zgartirgan James Gunn, yangi Qora Pantera va boshqa yangiliklarni bilib olasiz. Undan tashqari haftalik premyeralar, kassa to'plamlar va kino sanalar haqida ham bilib olasiz. Demak, boshladik. Momaqaldiroqlar uddaladi. 22-aprel kuni Londonda Momaqaldiroqlar filmining premyerasi bo'lib o'tdi. U yerda aktyorlar tarkibi to'liq qatnashdi. Filmni tomosha qilgan muxbirlar va blogerlar filmni juda maqtashyapti. Aytishlaricha, u kutilgandan ham zo'r chiqqan. Ko'pchilik buni Marvelning yana yaxshi filmlar suratga olib boshlagani bilan taqqoslayapti. Filmning titrlaridan keyin ikkita sahnasi bo'ladi. Ulardan biri qizozkorlar 5 bilan bog'liq bo'ladi. Nima ham deymiz, ularning gapi qanchalik rost ekanligini 2-may kuni bilib olamiz. Ana vakimi? Bu yaxshi emas. Nima uchun Ben Affleck Batmanni yomon ko'radi? Super qahramonni o'ynash har qanday yulduz hayotidagi muhim bosqichdir, ayniqsa agar u Batman kabi mashhur personaj bo'lsa. Bugungi kunga qadar 7 nafar aktyor Bruce Wayne'ni badiiy filmlarda o'ynagan. Ben Affleck esa uni so'nggi filmlardan birida o'ynadi. Uning kastingi dastlab muxlislar orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, uning ko'rinishi ko'plab tomoshabinlar tomonidan yaxshi kutib olindi. Yaqinda GQ nashriga bergan intervyusida Affleckdan Qora Ritsar bilan bog'liq ish tajribasi haqida so'rashdi. U Batman Supermanga qarshi filmini suratga olishda yaxshi vaqt o'tkazganini tan oldi. Biroq o'g'li qahramonning bu versiyasini juda qo'rqinchli deb aytganidan hafsalasi pir bo'lgan. Ammo uni xafa qilgan narsa kostyum edi. Men Batman kostyumlarini yomon ko'rardim. Ularni kiyish dahshatli va nihoyatda issiq. Ular shunchaki yaxshi ko'rinish uchun yaratilgan. Hech kim ichidagi odam haqida o'ylamagan. Shuning uchun uni kiygach faqat terlay boshlaysiz. Hatto eng yaxshi o'qitilgan ancha tajribali kaskadyorlar ham bunda taxminan 45-50 daqiqa davomida suratga tushishlari mumkin. Keyin ular issiqlik urushiga duch kelishadi. Bu filmni qiyinlashtirgan narsa. Chunki u juda issiq edi. Affleck Bruce Wayne obrazi uchun maqtovlarga sazovor bo'lgan bo'lsa-da, uning filmlari muammolarga duch keldi. Batman Supermanga qarshi filmi kassada yaxshi daromad keltirdi, ammo tanqidchilar tomonidan qoralandi. Shuning uchun o'z joniga qasd qiluvchilar otryadi filmi uchun Qora Ritsar qayta ishlangan. Zack Snyder ketganidan keyin Adolat ligasi sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Shunga o'xshash narsa Flash bilan ham sodir bo'ldi. Ben Affleck o'z personaj haqida yakkaxon film suratga olishi kerak edi, ammo u DC kinolarni tark etishga qaror qildi. Batman 2 chiqadimi o'zi? DC muxlislari xavotirlana boshlashlari mumkin, chunki ular yana deja-vu tuyg'usini his qilishadi. Batman 2 filmidagi vaziyat Ben Affleck yakkaxon film ustida ishlayotgan paytda sodir bo'lgan voqeaga o'xshay boshladi. Insider Jeff Snyder yaqinda The Hot Mic podkasti davomida holatga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ssenariy jiddiy muammolarga duch kelgan. Shuning uchun Matt Reeves loyihani tark etishga tayyor. Agar u loyihani yil oxirigacha yakunlay olmasa, mishmishlarga ko'ra direktor yoki uning yaqinlari og'ir kasallikka chalingan. Bu uning ishiga ta'sir qildi. Aftidan shuning uchun reliz 2027-yilning kuziga qoldirildi va shuning uchun Robert Pattinson Duna Messay aktyorlar tarkibiga qo'shildi. Shunday bo'lsa-da Batman 2 chiqishi mumkin. Snyder hozircha tinchlanmoqda. Uning fikricha, Pattinsonning bandligi tufayli ishlab chiqarishda jiddiy kechikishlar bo'lmaydi. Suratga olish ishlari endi 2026-yilning boshiga rejalashtirilgan. Bu yozda Pattinson Christopher Nolanning Odyssey filmini tugatganidan so'ng Duna Messay filmida suratga tushadi. Shunday qilib qishda u yana Batmanga aylanishi mumkin. Aktyor uzoq vaqtdan beri tayyor edi. Hozir ko'p narsa Reevesga bog'liq. Agar u yil oxirigacha ssenariyni tugatsa,
Davomi darhol suratga olinadi. Agar rejissyor loyihani tark etishga qaror qilsa, DC studiyasi katta qaror qabul qiladi va filmni shunchaki bekor qiladi. Batman 2 hozirda 2027-yilning oktyabr oyida chiqarilishi rejalashtirilgan. O'rgimchak Noir qachon chiqadi? Marvel filmlaridagi bir nechta muvaffaqiyatsizliklardan so'ng Sony boshqa yo'nalishdan ketdi. Studiya yovuz qahramonlarning spin-offlaridan voz kechib, O'rgimchak odamga e'tibor qaratdi. O'rgimchak odam yangi kun, Olamlar aro 2, Spider Noir filmlari hozirda ishlanmoqda. Oxirgisi birinchi bo'lib chiqadi. Amazon Prime yana O'rgimchak hikoyasini taqdim etadi. Shouda Nicolas Cage ishtirok etadi. Uning rasmlarini biz suratga olish paytidan olingan kadrlarda ko'rdik. Hozirda hech qanday rasmiy promolar chiqarilmagan, ammo ular tez orada paydo bo'lishi mumkin. Nexus Point ma'lumotlariga ko'ra, loyiha 2026-yilning boshida taqdim etiladi. Chiqarilishni keyingi yilning birinchi oylarida kutish mumkin, chunki e'tibor keyinchalik Tom Holland ishtirokidagi yangi filmga qaratiladi. O'rgimchak Noir kim o'zi? Loyiha zamonaviy qahramon formulasidan stilistik cheklanishni ifodalaydi. Syujet 1930-yillarning alternativ xronologiyasida sodir bo'ladi. Sarlavhadan ko'rinib turibdiki, bu Noir detektiv hikoyasi. Cage avvalroq Olamlar aro multfilmida O'rgimchak odam Noir rolini ijro etgan, ya'ni unga ovoz bergan. Biroq serialda personajning boshqa versiyasi aks etadi. Noir depressiya davrida New York shahrida ishlaydigan keksa tajribali xususiy detektiv sifatida namoyish etiladi. U bu dunyodagi yagona super qahramon. Qorong'u xiyobonlar, tuman bilan qoplangan ko'chalar, jaz klublari, tutunli barlar va siyosiy fitna. O'rgimchak Noir shunchaki yovuz odamlar bilan kurashmaydi, u tizimli adolatsizlik va o'zining ichki iblislari bilan kurashadi. Supermenni o'zgartirgan James Gunn. Clark Kent o'z kuchini quyosh nurlaridan oladi. Bu unga yerni turli tahdidlardan himoya qilishga imkon beradi. Qahramonning quyosh nuriga qaramligi bo'lajak filmning treylerida qisman ko'rsatilgan. Clark Kent haqidagi batafsil ma'lumot Superman Metropolisga xush kelibsiz rasmiy prequel romanida keltirilgan. Nomidan ko'rinib turibdiki, kitob Clarkning dastlabki sarguzashtlari haqida hikoya qiladi. Tarix quyidagicha keltirilgan. Clark Kent Metropolisga yangi kelgan bo'lib, u Daily Planet'dagi yangi ishini va Superman kuchli meta odam sifatidagi maxfiy ismini muvozanatlashga harakat qilmoqda. U Lex Luthor bilan bog'liq bo'lgan xavfli sirni ochadi. Dunyodagi birinchi super qahramon qanday qilib yangi uyda joy topganini bilib oling. Sinopsisdagi bir so'z muxlislar uchun ajralib turadi. Meta odam. Po'lat odam misolida esa bu biroz g'alati. DC kino olamida meta odam nimani anglatadi o'zi? Komikslarda ular buni super kuchga ega odamlar deb atashadi. Clarkning super kuchlari bor, lekin u albatta inson emas. Uni meta-human sifatida tasniflash oddiy DC kanonidan voz kechishdir. Superman asli Krypton sayyorasidan va uning vakolatlari Kryptoniyalik merosiga bog'liq. Bundan tashqari DCning ko'pgina meta insonlari kuchsiz odamlar bo'lib, favqulodda vaziyatlardagina o'z kuchini qo'lga kiritdilar. Masalan, Barry Allen. Demak, DCUning rasmiy tovarlarida Supermanni meta odam deb atash chalkashdir. Bu shunchaki xato bo'lishi mumkin yoki James Gunn nimadir o'ylab topdi. Filmning premyerasi 10-iyul kuni bo'lib o'tadi. Yangi Qora Pantera. Marvelning T'Challa bo'yicha uzoq muddatli rejalari 2020-yilda Chadwick Bosemanning vafot etganidan so'ng izidan chiqdi. Studiya syujetni o'zgartirdi va Shuri yangi Qora Panteraga aylandi. Shuri bu holatda uzoq vaqt qolmasligi mumkin. The Hot Mic podkastining bir qismida insider Jeff Snyder Wakanda himoyachisining kelajagi haqida ba'zi bir mishmishlar bilan bo'lishdi. Muallif John Roach T'Challa yoki T'Chaka asoskorlar qiyomat kunida bo'ladimi deb so'radi. Bunga javoban Snyder shunday javob berdi: "Men shunday deb o'ylayman", deb keyin u Marvel studiosining kelajakdagi T'Challa uchun niyatlarini ta'kidladi. "Umuman xabarim yo'q. Aytmoqchimanki, qara, hozir buning nima farqi bor? Bu T'Challa emas. O'g'li rolini o'ynash uchun aktyor tanlashmoqda. Yangi Qora Pantera filmi suratga olinadi. Ehtimol kim bo'lishi mumkinligi allaqachon oshkor qilingan. Ular endi boshqa franshizada super qahramon bo'lgan aktyorni taklif qilishadi va bu odamning yelkasiga ko'p narsa tushadi. Marvel muxlislari Qora Pantera Wakanda abadiy filmini eslab qolishlari mumkin. Unda Shuri Nakia yoniga tashrif buyuradi. Ma'lum bo'lishicha, uning 5-6 yoshli o'g'li bor. Nakia bolaga Tusten deb ism qo'ydi. U ham marhum T'Challaning o'g'li.
Bola Shuri xolasiga aytganidek, "Mening ismim T'Challa, qirol T'Challaning o'g'li." Jeff Snayderning so'zlariga ko'ra, u yangi Qora Pantera bo'ladi. Bunday holda qahramon hech bo'lmaganda o'smir bo'lishi mumkin. Marvel olamida vaqt sakrashi bo'lishi mumkin. Ehtimol bu qasoskorlar yashirin urushlarda sodir bo'ladi. Bundan tashqari rejissyor Ryan Coogler tez orada Qora Pantera 3 filmi ustida ishlashni boshlaydi. Cooglerning so'zlariga ko'ra, u T'Challani qayta suratga olish haqida o'ylamagan ham. Haftalik premyeralar. Aprelda ham qiziqarli premyeralar bor. Masalan, 17-apreldan boshlab Ryan Cooglerning Gunohkorlar filmi katta ekranlarga chiqdi. Bosh rollarda Michael B. Jordan va Hailey Steinfeld. 24-aprelda uzoq kutilgan Hisobchi 2 filmi premyerasi boshlanadi. Aynan shu kunda Tonggacha yashab qolish nomli ujus film ham chiqadi. 25-aprel kuni esa Tom Hardy ijrosidagi bayavik Vayrongarchilik nomli film premyera qilinadi. 30-apreldan u yog'iga esa har xil hududlarda Momaqoldiroqlar filmi premyerasi boshlanadi. Buni qarang, o'ta go'zal. Kassa to'plamlar. Bu haftada kassada yetakchilikni Gunohkorlar filmi o'z qo'liga oldi. Hafta oxirida film 45 million 600 ming dollar ishlab oldi. Undan keyin Minecraft bu haftada 31 million 300 ming dollar ishlab oldi. 4-o'rinda Havaskor filmi, u qo'shimcha 7 million dollar ishlab oldi. Oppo'g'oy esa yana 1 million ishlab oldi. Jason Statham o'zining ustachiligi bilan qo'shimcha 1 million ishlab oldi. Bu oy kassada yetakchilik hali ham Minecraft filmida. Kino sana. Ushbu bo'limda mashhur aktyorlarning tug'ilgan kuni va yili haqida bilib olasiz. 2-aprelda bo'lajak Mr. Fantastic Pedro Pascal 50 yoshni qarshi oldi. 3-aprel kuni ajoyib komik aktyor Eddie Murphy 61 yoshni qarshi oldi. 4-aprel kuni esa afsonaviy aktyor Tony Stark va bo'lajak Doktor Doom Robert Downey 60 yoshni qarshi oldi. Paul Rudd 6-aprel kuni 56 yoshni qarshi oldi. 7-aprel kuni afsonalarning afsonasi Jackie Chan 71 yoshni qarshi oldi. 7-aprel kuni yana bir mashhur aktyor Russell Crowe ham 61 yoshni qarshi oldi. 16-aprel kuni Martin Lawrence 60 yoshni qarshi oldi. 22-aprel kuni Jack Nicholson 88 yoshni qarshiladi. 25-aprel kuni esa 20-asrning eng yaxshi aktyorlaridan biri Koreya Al Pacino 85 yoshni qarshi oldi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Yangiliklar haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda uchrashguncha